Xo'p, Shohnazar aka, bizdagi obunachilarimiz tomonidan quyosh panellarimiz bo'yicha savollar kelib tushibdi. Shundan 3 tasini o'qib beraman. Mutaxassis sifatida javob berishingizni iltimos qilib qolishibman. Xo'p, birinchi savolimiz Buxorodan kelibdi. 50 kilovat, ya'ni quyosh paneli qo'ydirish qanchaga tushadi deb ma'lumot berishdi. 50 kilovatli quyosh panelli 10 grish sistemasini qo'ydirish kilovati 4 milliondan bo'lganda 50 kilovati 200 million so'mga tushadi. Jami xarajat hammasi ichida bo'ladi. Bizda lizing tarifida ham bor. Ya'ni quyoshli panelni qo'ydirayotganda общий summasidan 30% ni oldindan to'laydi. O'sha klientni talabiga asosan 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lasa bo'ladi. Zo'r. Endi yana bitta savolimizdan bittasi, ya'ni qiynashayotgan ekan. Bez akkumulyator qancha bo'ladi? Ya'ni 20 kilovat deyishyapti. Bez akkumulyatori 10 grish sistema bo'ladi. Hozirgi paytda 20 kilovati 80 million so'm pulga tushadi. Zo'r. Yana bitta yaxshi savollarimizdan bittasi, musofirdagi, ya'ni yurtdoshlarimizga qanaqa imkoniyatlar qilib bera olasiz? Ya'ni quyosh panelli o'sha yerdan turib uyligiga o'rnatmoqchi bo'lsa. Boshqa chetdagi musofirdagi do'stlarimizga, tanishlarimizga qanday bo'ladi? Bitta xonadonida kimdir qarindoshlari, tanish-bilishlari bo'lsa, o'shalarga bog'lansa, ular biz orqali bog'lansa, biz borib ularga o'rnatib, ishga tushirib, patkulich holatda topshirib kelamiz. O'sha o'rnatgan stansiyamiz doim bizning nazoratimizda bo'ladi. To'lovlari har xil turda bor bizda. Xohlasa persli, xohlasa narx, xohlasa lizing asosida to'lovlar qilsa bo'ladi. Zo'r. Ma'lumotlarni eshitdinglar. Ya'ni o'zingizlarning savolingizga qisqacha javob oldinglar degan umidamiz. Agar yana kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videoda albatta shu savollaringizga javob berib o'tamiz.